Assalomu alaykum. Men ismim Qurbonova Dildor Hikmatullayevna. Pediatr lur shifokori bo'laman. Bugun men sizlarga atomikoz kasallikning keltirib chiqaruvchi sabablari, klinikasi hamda davolash haqida tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizni kuzatishda davom eting. Atomikoz bu tashqi quloqning zamburug'li yallig'lanishi hisoblanadi. Asosan 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlar o'rtasida ko'p uchraydi. Ana endi buni keltirib chiqaradigan sabablar disbakteriozlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam organizmning tashqi muhit omillariga qarshi kurashish kuchlarining susayishi natijasida. Undan tashqari, suv havzalarida maxsus quloqqa taqiladigan himoya vositalarisiz cho'milish natijasida ham bu kasallik avj olishi kuzatiladi. Bemor shikoyati umumiy ahvolining buzilishidan, quloqdagi juda ham kuchli qichishishdan, undan tashqari bosh og'rig'i, eshituv faoliyatining pasayishidan bemor shikoyat qiladi. Asosan tashxislash quloqdan ajralayotgan ajralmaning rangiga qarab turib, mikroskopik tekshiruv asosida umumiy tashxis qo'yiladi. O'qmaning rangi turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, oq rangda xiraroq bo'lishi mumkin, qora, yashil yoki sarg'ish rangda bo'lishi mumkin bo'ladi. Mikroskopik tahlillar asosida tashxis qo'yiladi. Davolashga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda lor shifokoriga murojaat qilish, quloqdan ajralayotgan ajralmalardan bartaraf qilish, undan tashqari keltirib chiqarayotgan sabab, ya'ni zamburug'larga qarshi dori vositalar va quloqqa tomiziladigan spirtli hamda suvli eritmalardan foydalanish tavsiya qilinadi. Atomikoz kasalligini oldini olish uchun nima qilish zarur? Birinchi navbatda lor shifokoriga profilaktik maqsadda 6 oyda bir marta murojaat qilish, undan tashqari immunitetni mustahkamlash, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va o'ta sovqotmaslik tavsiya qilinadi. Sizda ham shunday holatlar kuzatilganmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.